tushda kaft ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida kaftida bir narsa borligini ko'rsa, uning miqdoricha unga biror narsa yetishini bildiradi. Tushida kaftlarni bir-biriga qo'yib turganini ko'rsa, to'y yoki xursandchilik bo'lishiga dalildir. Tushida kaftlarda yara yoki tilinish borligini ko'rsa, safardan yoki ko'chishdan qaytishini bildiradi. Agar kaftlarni ochiq holda ko'rsa, qo'li ochiq ekaniga dalildir. Buning aksini ko'rsa, baxillikni bildiradi. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi kaft 6 narsani bildiradi. Ochiq qo'lni, molni, rayosatni, farzandni, botirlikni, ayol bilan harom ishni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.